Bismillahirrahmanirrahim. Sura Ma'arij. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'. Bir tiligüchi, yani Nazir ibn Haris, kafirlarga çoqum bo'ladigan azobning tushishini tiladi. Lil kafirin laysa lahu dafi'. U azobni hech odam qaytarolmaydi. Minallohi dil ma'arij. U azob osmon sho'tilarining egisi Allah tarafidan bo'lgan. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Farishtalar va ruh, yani Jibril, Allahqa shundoq bir kunda o'rlaydi-ki, uning uzunligi 50,000 yil keladi. Fasbir sabran jamila. Ey Muhammad, qavmingning yetkizgan aziyatlariga chiroyliqcha sabr qilgin. Innahum yarawnahu ba'ida. Ular u azobni yiroq deb qaraydi. Va narahu qariba. Biz uni yaqin deb qaraymiz. Yawma takunu as-samaa'u kal-muhl. U kunda osmon eritilgan mistak bo'lib qoladi. Va takunu al-jibalu kal-'ihn. Tog'lar etilgan ranglik yo'ngdak bo'lib qoladi. Va la yas'alu hamimun hamima. Har odam o'z holi bilan bo'lib qoladiganligi uchun do'stidan ko'rib turib hol so'ramaydi. Yubassarunhum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idin bibanihi. Gunohkor odam o'z o'rniga o'g'illarini va sahibatihi va akhihi, ayolini, qarindishini va fasilatihi allati tu'wihi, va o'zi mansub bo'lgan qavm qarindoshlarini va man fil ardi jami'an thumma yunjihi, va yer yuzidagi jimi odamni berib bo'lsa-mu, bu kundagi azobdan qutulishni orzu qiladi. Kalla innaha ladha. Yo'q, u muqarrar do'zaxdir. Nazza'atan lish-shawa. Ya'ni bu gunohkor kofir mundoq orzudan yonsin. Fido qilingan hech qanday narsa uni azobdan qutqizolmaydi. Uning oldida do'zax yenib turadi. U haroratining qattiqligidan boshning terisini shiladi. Tad'u man adbara wa tawalla. U haqdan yuz o'rib buralgan va pul mol yig'ib saqlagan. Va jama'a fa'aw'a. Uningdan Allohning va miskinlarning haqqini ado qilmaganlarni chaqiradi. Innal insana khuliqa halu'a. İnson haqiqatan chidamsiz yaratildi. Idza massahu ash-sharru jazu'a. Uningga yo'qsizlik yoki kasallik yo qo'rqinchdek biror ko'ngilsizlik yetgan chog'da zorlang'uchidir. Va idza massahu al-khayru manu'a. Biror yaxshilik yetgan chog'da bexillik qilg'uchidir. Illal musallin. Faqat tövendikiler buningdan mustasno. Allazina hum ala salatihim daimun. Ular namozga hamisha rioya qilguvchilardir. Vallazina fi amwalihim haqqun ma'lum. Ular mollaridan tilaydigan peqirga va tilamaydigan peqirga
للسائل والمحروم muayyan haq, ya'ni zakot beradi. والذين يصدقون بيوم الدين Ular qiyomat kuniga tasdiq qiladiganlardir. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون Ular Parvardigorining azobidan qo'rquvchilardir. إن عذاب ربهم غير مأمون Shubhisizki, ularning Parvardigorining azobi Allah amin qilgandan boshqa hech bir odam uchun amin bo'lg'ili bo'lmaydigan narsadir. والذين هم لفروجهم حافظون Ular avratlarini haromdan saqlag'uvchilardir. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين Faqat xotinlari va cho'rilari buningdan mustasno. O'zlarining xotinlari va cho'rilari bilan yaqinchilik qilganlar malomat qilinmaydi. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون Jinsi talabini qondirishni buning sirtidan tiliguvchilar haddidan oshquchilardir. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون Ular o'zlariga topshirilgan omonatlarga va bergan ahdiga rioya qilguvchilardir. والذين هم بشهاداتهم قائمون Ular to'g'ri guvohlik berguvchilardir. والذين هم على صلاتهم يحافظون Ular namozini ado qilguvchilardir. أولئك في جنات مكرمون Ani shular jannatlarda hurmat qilinguvchilardir. فما للذين كفروا قبلك مهطعين Ey Muhammad, kofirlarga nima bo'ldi-kin? Ular sen tarafga tez kelishib, عن اليمين وعن الشمال عزين o'ng so'l tarafingda top-top bo'lib o'ltirishidi. يطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم Ulardan har bir odam nozu ne'matlik jannatga kirgizilishni tama qilamdi. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون Yo'q. Ya'ni ular jannatga mangu kirolmaydi. Shubhisizki, biz ularni ular biladigan narsalardan yaratdik. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون Mashriqlarning va mag'riblarning Parvardigori bilan qasamki, على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين ularni ulardan yaxshiroq odamlar bilan almashtirishga, ya'ni ularni halok qilib, o'rniga ulardan ortiq va Allohga itoatjon bir qavmni keltirishga biz albatta qodirmiz. Biz buningdan ojiz emasmiz. أذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون Ey Muhammad, ularni qo'yib etkin, toki ular va'da qilingan kunga muloqot bo'lganga qadar botilga cho'msin, dunyosida o'ynasin. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون U kunda ular qabrlaridan chiqib, xuddi tiklab qo'ygan butlarga qarab yugurgandek mahshargohga yuguradi.
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Ular Allah'tan uyilip yuqori qarayolmaydi. Ularni xo'rliq o'rib oladi. Ani shu ularga va'da qilingan kun